Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, vohadoshlar, tumandoshlar. Barchalaringiz yuz ko'rsatib yana juda ham xursandman. Bu video chiqish qilishimizga bitta ajoyib sabab bo'ldi. 2021-yilda shu yerga Termiz davlat universitetiga o'qishga kirgan bo'lsam va undan oldin ham esim taniganimdan beri Termizga kelib yoqimli bir osh yemaganman. Osh yeb turib maza qilmaganman. Bugun mana Termiz shahrida Termiz davlat standartlari markazidan sal o'tgandan so'ng bir osh markazi ochilibdi. Bu yerga keldim, oshini yedim. Miriqib turib birinchi marta o'zim xohlab turib bir tovoq oshni maza qilib yedim. Yaxshi to'ymay ham qoldim hattoki shirinligidan. Buni yaxshi narsani birodaringga ham ravo ko'r degan, shuning uchun sizlarga ravo ko'ryapman. Telefon raqamini albatta sahifamizda ko'rasizlar, azizlar. Bu joyga kelib ko'ringlar. Google kartada Termiz shahar osh markazi desalaring darrov chiqadi. Termiz osh markazida o'sha yerda telefon raqamlari ham bor. Azizlar, kelib bu oshni bir tatib ko'rmasalaring bo'lmaydi. Yana bitta xursandchilik, kim agar kelib bir kurs osh olsa, mana bunda yarim litrlik Coca-Cola shisha bonus sifatida berilyapti. Assalomu alaykum. Kutib qolamiz sizlarni.